Assalomu alaykum. Men ismim Mirkomil Miraliyev. Yoshim 28da. Shu U-Power kompaniyasi rahbariman. Birinchi o'chirtda endi bu yerda bizga ham qo'shimcha plus reklama, odamlar ko'radi. Misol uchun xalq ko'radi. Kichik biznes boshlamoqchi bo'lgan odamlarga mana tayyor imkoniyat, tayyor ishlab kelayotgan ekotizimga qo'shilib, passiv daromad olishsa bo'ladi. U-Power O'zbekistondagi powerbank ijarasi xizmati. Muammo yuqori trafik nuqtalarida zaryadlashga doimo talab bor. Biz buni monetizatsiya qilamiz. Yechim: ilovadan toping, skanerlang, zaryad oling. Allaqachon bizga ishonishadi. Hozir stansiyalarimiz O'zbekiston bo'ylab deyarli har bitta shaharda bor. Biznes modelimiz B2C, B2B va franshiza modeliga bo'lingan. Bizning yo'limiz hozirda 2025-yilda 1000 ta stansiyamiz bor va 90 mingta foydalanuvchimiz bor. 2021-yildan beri ish faoliyatimizni olib kelmoqdamiz. MDHda smartfonlar soni, MDH bo'ylab 160 milliondan ko'p smartfonlar bor. O'zbekistonda 30 millionga yaqin smartfonlar mavjud. Bizning raqobatchilarimizdan ustunlik tomonlari ko'rib turganingizdek, bizning powerbanklarimiz ixcham va qo'lingizdagi powerbanklar bular yangi bozorga tarqalgan powerbanklar raqobatchilarimizga nisbatan 0 dan 100 gacha 1,5 soatda telefoningizni zaryadlaydi. Qolganlarda 2,5 soat. Va ayrim raqobatchilarimizda franshiza modeli ham bor, lekin ularda kamida 100 ta stansiya sotib olishingiz kerak. Kichkina biznes boshlash uchun. Bizda bitta stansiyadan ham boshlasangiz bo'ladi.